Hurmatli obunachilar, mana yana bitta drabilkamiz egalari yetib keldi. Hozir ichiga arpa tashlab, arpani yorma qilib chiqaryapmiz mana akalar. Toshi juda ko'paygan, buni toshni nima u chak-chak etib turgan. Keskaga to'kilgan edi-da bu. O'sha toshni ham maydalab chiqaryapti hozir. Aka, suvasim rasvot bo'lyapti. Chiqarishi 100 ga 100 aka. Shuni ko'rvang aka, o'z hozir bir 5-6 kilo chiqarib yubordi aka. Sanki biletga xaltani olsa keldi, ha? Endi aka maydaletda da bu uni bo'ladi, changi bo'ladi o'zini. O drabilkan o'zida umuman chang chiqmaydi aka. Akalar, bu nimani arpani yorma holati. Shu po'choqlari borligi chataq lekin buni. Lekin bitta ham butuni yo'q deyarli. Qalay aka, ma'qulmi? Ma'qul. Bug'doyni juda chiroyli ravishda chiqaradi aka. Bo'ladi, ma'qul. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqib qo'yasizlar, xudo xolasa yetkazib olib borib beramiz. Hozir bu yerlar Katta Qo'rg'onga qaraydimi aka? Katta Qo'rg'on. Samarqand viloyati o'sha Katta Qo'rg'onni Falakchordar. o'sha bitta qishlog'iga keldik. Nomlariga tilim kelishmayapti to'g'risi. Hammaga omad, salomat bo'lasizlar.